Uxlashdan oldin ko'p telefon o'ynaydigan insonlar bu videoni ko'rsin. Kechqurun uxlashdan oldin telefondan ko'p foydalanishning organizm uchun 4 ta o'ta jiddiy ta'siri bor. Birinchisi bu surunkali uyqudan oldin telefondan foydalanish telefondan ekrandan chiquvchi nurlarning epifiz bezdan ajralib chiquvchi melatonin, ya'ni uyqu gormoniga salbiy ta'siri bor va natijada insonda surunkali uyqusizlik holati yuzaga kelishi mumkin. Ikkinchisi bu keyingi kuni uyqu yaxshi bo'lmagandan keyin organizmda surunkali charchoq va holsizlikning kuchayib ketishi. Uchinchi salbiy holat bu insonda diqqat va xotiraning o'ta darajada pasayib ketishi. Bunga sabab kechasi yaxshi dam olmagan miya hujayralari keyingi kunda eslash, konsentratsiya kabi muhim funksiyalarida orqada qolishni boshlaydi. To'rtinchi holat esa surunkali asabiylik, tajanglik kabi belgilarning namoyon bo'lishi. Bularning hammasi bevosita telefon uyqudan oldin ko'p o'ynashlikning asoratlaridan hisoblanadi. Siz ham telefondan ko'p foydalansizmi? Yuqoridagi fikrlarimizga qo'shilasizmi? O'z fikrlaringizni kommentariyada qoldiring va bu videoni kechasi bilan reels ko'radigan tanishlarga yuborib qo'ying.